Pulingiz bormi? Ishonavering, shunday oling, 2-3 oydan keyin o'zlari ham sotib olurlar. Haqiqiy foyda qiladigan yirik qo'chqorlar aka, xudo xolasa. Yangi partiyaga harakat qildik Oybejon. Xudo xolasa barakasini bersin. Pulini bo'shatishga, xudo xolasa yengil qilib beramiz Oybejon. Xudo xolasa. Akalar mana, xudo xolasa haqiqiy zo'r variantdagi hisori qo'zilar. Go'sht foizini hisoriga teng keladigan yo'q. 65%, hattoki 70% gacha beradigan variantdagi yaxshi qo'ylar, xudo xolasa tavsiya qilamiz. Olinglar, boqinglar, xudo xolasa foydani zo'rg'a qilasizlar. Albatta rahmat aytasizlar akalar, xotirjam bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Charodor Oybek kanalining ashaddiy obunachilari. Barchalarga ro'za Ramazon oyining 1-kuni muborak bo'lsin. Obunachilar videoda oxirigacha ko'rasizlar. Xudo xolasa puli yengilidan, arzonidan xudo xolasa chiqarib beramiz. Obunachilar buni hamma soni 10 dona. Hammasini oldim deganga pulni chiroyli qilib kelishtirib beraman. Oybejon qo'ylar bir qator ko'rsating. Gap yo'q. Assalomu alaykum, Charodor Oybek YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, bizni muntazam hamda nomuntazam kuzatib, qo'llab-quvvatlab kelayotgan aka-ukalar, opa-singillar, kanalimiz mehmonlari. Hop, akalar, biz bugun 2026-yilning 19-fevral haftaning payshanba kunida barchalaringga 1-Ramazon kuni muborak bo'lsin deya video syomkamizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Olchin qishlog'ida o'sha sizlar tanigan, bilgan, kanalimizda arzonchi deb nom olgan, muhimi obunachilarimizning ko'nglidan chuqur joy olgan, arzonchi, insofli bola ekan deb kommentariyada o'zlari yozishgan akamiz Elyorbek akamni qo'y fermalariga keldik. Elyorbek aka, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, xudoga shukr. Assalomu. Video davomida videoda o'tkazib o'rmaysizlar, oxirigacha ko'rasizlar, pulini yengil qilib, chiroyli qilib beramiz Oybejon. Qo'ylar bir gap yo'q. Obunachilar, xudo xolasa, baribir bekor ham o'tiribsizlar videoni ko'rib. Xudo xolasa, mana bunday qo'ylarni zo'rini chiqarishda biz davom etaveramiz. Albatta, sizlar mehnatni qadrlab, bittadan like-ni bosib, kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Chiqarayotgan videolarimiz mana bunaqa pul bo'shatishga arzon narxda qo'yilgan qo'ylar, xudo xolasa, birinchilardan bo'lib boraveradi. Elyorbek aka soni 10 dona Oybejon, bir pachka. Soni 10 dona. Bir pachka. Xudo xolasa bitta akamizni qo'ylar ekan. Qo'ylar, xudo xolasa. Xo'p, aka, xudo xolasa qolganlarini sotibsiz-a? Sotdik Oybejon, xudo xolasa. Buni ham olishsin, pulini yengil qilib, maqsad sotish. Maqsad sotish. Biz yangi partiyaga harakat qildik Oybejon. Xudo xolasa barakasini bersin. Pulini bo'shatishga, xudo xolasa yengil qilib beramiz Oybejon. Xudo xolasa akalar mana qo'ylarni bir qator ko'ringlar. 18 tasini sotiblar, shu 10 tasi haqiqiy saralanib bir xil bo'lib qolibdi. Puli bor odamga, akalarga tavsiya qilamiz. Akalar mana shu qo'ylarni oyoq qo'liga qaranglar. Kalla garbonoslariga, ko'krakinglar, kassanglarga qaranglar. Xudo xolasa yaxshi narsa ekan. Xudo xolasa tavsiya qilamiz, akalar olib, boqib, foyda qiladigan. Qurbonlikka ham ichida bitta ikkitasi urug'lik bo'liblar ham yaxshi qo'ylar. O'zimizda hisori qo'ylarga yetadigani yo'q, xudo xolasa. Hisori qo'ylarni yaxshidan ekan. Tavsiya qilamiz akalar, olinglar xudo xolasa. Elyorbek aka buni yosh oyligini tasodifiy ravishda ko'rayotgan aka-ukalarimizga ham aytib qo'yaylik. 10 oylikka olsa Oybejon. 10 oylikka olishaveradi. Gap yo'q. Hop, bo'ybastlari qanaqa aka buni? Oybejon, buning ichida 80 pilisi ham bor. Hop. 75i ham bor. 75 pilsga olishsin. 75 pilsga olishaveradi. Olgan odam xudo xolasa maza qiladi. Akalar mana, qo'yladi, xudo xolasa o'lchadik. Endi hozir vaqtda ko'p cho'zmaylar deb aniq qilyapmiz. Xotirjam 80 pilisi, 70 eng kichkinasi ham yalang'och holatda 75 dan baland chiqadi. Xotirjam xudo xolasa. Tavsiya qilamiz, olinglar, olib, boqib, haqiqiy foyda qiladigan variantida. Oyoq qo'llarni baquvvatligini ko'ryapsizlarmi? Hammasini oyoq qo'li baquvvat akalar. Shunga ham bir alohida e'tibor berishlaringni so'rab qolamiz. Elyor aka, taxminiy kilolari qancha bu qo'ylardi? Taxminiy kilolari 55-60. 55-60. Aka, buni narxini nima deymiz narxini? Oybejon. Aka. Obunachilar telefon qilsin. Hammasini bir joyga oldim deysan, 4.700.000 mingdan Toshkentgacha dasturkasini qilib beraman. 4.700.000 ming so'mdan. Xudo xolasa mana aka, oling. Xudo xolasa olib, boqib, foyda qiladigan variantida. Lekin akamizda har doim kami bo'lgan, kamaytirib kelganlar. Bu safar ham obunachilarimiz uchun Xudo xolasa kamaytirib beringlar. Keyin aka bu safar tuzukroq kamaytirib berasiz. Bo'ldi Oybejon. Sababi Ramazon kunida turibmiz-da, ro'za Ramazon barcha musulmonlarga muborak bo'lsin. Hammalarga muborak bo'lsin. Xo'p, o'shani hisobiga ozroq qilib bersangiz, akalarimiz xudo xolasa, hojijonlarimiz olishadi, xudo xolasa boqib foydani qilib rahmat deb duo qilishadi. Gap muhimi duoda aka. Bo'ldi Oybejon. Xo'p aka. Telefon qilsin. Xo'p. Hammasini bir joyga oldim deganga 4.600.000 mingdan dasturkasini qilib beraman. 4.600.000 so'mdan.
4 million 600 ming so'm. 10 ta bir joyga. Bir joyga. Tanlab olishgachi. Oybekjon, Aka. bitta ikkita olaman deganga narxini kelishamiz. Ha, qanchadir plus minusi bor, Qanchadir kelishiladi. plus minusi bor. Nimaga buni pul bo'shatishga men hammasini oldim degan odamga 4 million 600 mingdan dastavkasini qilib beraman. Birinmasini qilaylik. Xo'p, aka qarang. 4 million 600 mingdan xudo xolasa aka men tavsiya qilaveraman bemalol. Lekin obunachilarimiz uchun yengil xayr qilib berasiz. Akalar o'zlaring bir qator ko'ringlar. Arzon bo'lsa arzon deb yozib ketinglar, qimmat bo'lsa qimmat deb yozib ketinglar. Lekin men misol uchun xudo xolasa arzon bemalol tavsiya qilaveramiz. Olinglar, olib boqib foydani qilinglar xudo xolasa. Biz sizlar tomon xudo xolasada olgan baraka topadigan variantidan bemalol qo'yiladi, ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa 4 million 600 dan baraka xayr qilib berasiz. Xayrini o'tib beraman Oybekjon, dastavkasini ham qilib beraman. Dastavka qaygacha? Toshkentgacha. He, gap yo'q, yaxshi. Akalar mana xudo xolasa tavsiya qilamiz. Yemoq ichmog'iga o'sha bir hafta kafolati bor. Bir hafta kafolati bor. Bir hafta kafolati bor akalar. Bo'xtirib qo'yishmasa, oyoq-qo'yini sindirib qo'yishmasa, Aha. bir hafta garantiyasini beramiz. Bir hafta ana. Ha, joni o'zi Allohniki o'zi. To'ppa to'g'ri. Akalar mana xudo xolasa qo'ylar qaranglar. Haqiqiy zo'r variantdagi. Bir pachka bitta akamizda yoki ikkita akamiz shunda olib bo'lsa ham buni katta kichik anav qiladigan joyi yo'q. Kilolari ham pashti bir xil. 1 kilo, 2 kilo aqabaqa bo'lmasa, tavsiya qilsa bo'laveradigan variantidan. Diyorbek aka, xudo xolasa hammasini uka bir tortorga oldim. Qo'ylaring yoqdi degan jazman yopishgan akalarimizga qancha o'tib berasiz aka? Telefon qilasan, treyler xayrini qilib beraman Oybekjon. Xayrini qilib, yengil qilib berasiz. Ha, maqsad sotish. Maqsad sotish. Pul bo'shatish, xudo xolasa. Pul bo'shatishdan xolos. Gap yo'q. Aka, xudo xolasa mana oling, tavsiya qilamiz akalar. Soni 10 dona, bir pachka. Aka, bekor pulingiz bormi? Ishonavering, shunday oling, 2-3 oydan keyin o'zlari ham sotib olaveradilar. Haqiqiy foyda qiladigan yirik qo'chqorlar aka, xudo xolasa. Tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Akalar, sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha, bo'lmasa xayr, sog' salomat bo'linglar. Albatta bizni qo'llab-quvvatlab, bittadan like bosib, kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmanglar.